Assalomu alaykum. Mana bugun biz Fersova savdo mazmunimizda yana iloji boricha sotilayotgan narxlarda keyin tovarlarimizni ko'rsatishga iloji boricha imkoniyat topdik. Shuning uchun hammalarga ko'rayotganlarga bizni ko'rib borayotgan akalarimizga bir qator aytib o'tib ketamiz. Iloji boricha narxlarimiz hali ham o'sha narxda turibdi. Yana ham yengillangan holatda, nimaiki qo'sh tushgan hisobiga yengillangan holatda sotamiz. Keyin tovarlarimiz oz qolyapti. Bundan keyin kelayotgan tovarlarimiz bu narxlarda chiqmasligini inobatga olgan holda iloji boricha aloqaga chiqishlarini so'rab qolamiz. Mahmudjon, keling oldin so'rashaylik. Assalomu alaykum aka. Sizsiz? Biz bu ma'lumotlarni iloji boricha oldindan aytib o'tib ketyapmizki, nimaiki Mahmudjon keyin kelayotgan yuklarimiz qimmat chiqishi aniqda. Bizda kurs tushib ketgan, ag'da va shu yotibdi. Ashna hisobga mo'l batte tovarlar eski narxda sotaveramiz. Nimaiki bular tugasa, keyin partiya momoda nolni partiyani munchadan beri ulayni deb so'rab kelib qolsa, u narxga chiqmasligi aniq bu. O'sha bir qator oldindan olib aytib qo'yapmiz. Hozir mana shu tovarlar iloji boricha chiqayotgan, sotilayotgan narxlarni aytib o'tib ketaveramiz. Ishlari bitadigan bo'lsa, mana shu tovarlardan qilib beramiz. Mana shu narx-navoga keyingisi xudo xolasa kelgan narxlarda chiqarib beramiz. Xudo xolasa. 14 ga 3,5 Bu qaysi? O'zi ko'p edi, tugab qoldi mana. Anavi, mana shu ikkita, to'rtta 3,5 ta stopga bir xil. Mahmudjon 32 ga 14 beramiz, 14 ga 3,5 ko'rsatayotgani Xoyni Paroda, Sasna bilan yel. Bularni 115 ming so'mdan qilib bering, Mahmudjon. Donasi. Donasiga 115 ming so'mdan hozirgi kunda chiqyapti, sotyapmiz. 115 ming so'mdan sotuvchiga ham beryapmiz, xonadonga ham beryapmiz. Holatlari yaxshi. Holati yaxshi, xudo xolasa. Aytilyapti, sortini bir qator kelishsa ham, baqa kelishsa ham aytilyapti. Holati yel bilan sasna. Pixtasi yo'q ichida, kedra, asinasi yo'q. Garantiya. Yel bilan sasna pashti uruyni bir xil yuradi. Har videoda aytamiz-ku biz. Bular 115 ming so'mdan qilib berdik. 14 ga 3,5 ligini. Chuba narxchi. Chuba narxi Mahmudjon bularniki o'sha eski narxda turibdi, $330. $330. Oshmadi, tushmadi. Yo'q, oshgan yo'q, tushgan. Nimaiki biz so'mga hozirgi momentda so'mga bichib qo'yganmiz. Hozir qog'oz ham o'sha hamyoda har xil 30 olyapti bir xil joy, 40 olyapti bir xil joy, 50 olyapti. Shuni bo'lmayapti. 115 ming so'm narx chiqarganmiz o'rtasiga. O'zi bu narxda ham misol ancha-muncha joyda hozir berilgan yo'q, ochig'ini aytib sotaveramiz biz. Biz sotuvchilarga beryapmiz, ochiq ketib tirikchiligiga sotishyapti, misol uchun. 115 ming so'mdan qilib beramiz, 14 ga 3,5 ligini. 14 ga 11 ga 32 beradiganimiz bor. 11 ga 3,2 beramiz. Real razmeri 11 ga 3,5. Bularni 90 ming so'mdan qilib beryapmiz. Mahmudjon, agar ko'proq olinsa, mashq partiyalarimiz oz qo'ygan hisobiga, yana qaysi qoldi? Bu 11 likdan mashina bilan pashti bitta stopga qoldi xolos, nari chekkada. Boshqa kemo ayvonda bor. 2 stopga bor. 2 ta stopga. Bu yana boring bu tomonda. Где-то bir 40 kuba 50 kuba taxtamiz qoldi 11 likda o'zidan. Bundan ham ancha ko'p edi, Bundan ko'p edi. Bundan bir где-то 5 ta vagonda bor edi. 100 kuba narx solasiz ham 500 kuba bo'ladi. Buni 90 ming so'm qilib beryapmiz Mahmudjon. Agar ko'proq ondan akalarimiz chiqsa aloqaga iloji boricha ozroq yo'lini qilib beramiz. Endi ko'p emas, ozroq, chunki narxlarimiz o'zi iloji boricha oxirgi narxga aytib qo'yamiz. Biz ko'rayotganlar yaxshi biladi. Biz internetga chiqarayotganda iloji boricha hammasini eng sotilayotgan oxirgi narxlarga qo'yamiz. Hozir strapilliklarimiz bular. Endi Mahmudjon bir xudo xolasa bir 3 kundan keyin 4 metrliklarimiz kelyapti. Lagali strapillik keladi. Xudo xolasa chiroyli qilib o'z obzor qilib beradi. Xudo xolasa hozircha rejalarimiz bor. Endi 6 metrlik. Truykani tagiga ishlatadigan shlipkamiz 7 ga 2,1 bo'ladi. Uzuni 6 metrlik. Bularda hozirgi kunda 6,5 ming so'm beryapmiz. Keyin Mahmudjon, bu yerda 5,5 ga 3,5 rekamiz bor. Bu partiyani aytib o'tib ketaveramiz. Bular tugamaydi. Bulardan bor. Nima bu taxtalar tugab? 11 lik, to'g'ri, straplik miqdorida sotilishi sekin bo'lyapti, reyka hisobida zo'r ketyapti. Reyka bular asosan bizda reykasi zo'r ketyapti, strapilga qaraganda. O'sha odamlar ham hozir yaxshi, xudoga hamma o'ylayotgan, klientlarimiz ham yaxshi bo'lib qoldi. 14 ga olyapti. Iloji boricha katta razmerga tashlashyapti. Misol, aziz shaxsan 15 ming, 20 ming razmer qiladi. O'zi iloji boricha katta razmer olib, burula yopib deyishyapti. 14 lik hadovoy strapilga 11 likni mana reyka qilib tugatib yuboryapmiz. 5,5 ga 3,5 rekamiz. Bular hozirgi kunda 8 ming so'm, ko'proq olinsa 7,900, 7,800 so'mgacha tushib beramiz. Faqat ko'proq olinayotgan ob'yemlarga. Bunisi 3,5 ga 4,5. 35 ga 45 razmerda bo'ladi. Xo'p, bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlarini 7 ming so'm, ko'proq olinsa Mahmudjon arra hisobi bilan bizga to'xtagan narxi 6,750 so'mga qilib beramiz. 6,750 so'm. Buni narxi qancha? Buni 6,5 ming so'm qilib beramiz. 6,5. Ichiga garantiyami, ulag'iga, butag'iga? Yo'q, unaqa narsalar yo'q. O'zi mana kenayda 3-6 talik baylangan. Qachonda ko'tarib ko'rishaveradi ham. Bemalol yoni ham yo'q, o'zi ochiqda buni. Hamma rekamiz 6 talik baylangan. Pachkada 36 metrdan bo'ladi adashmasak.
6 36 bo'ladi. 6 6 36 bo'ladi. Maktabda zo'r o'qimagan bo'lsa ham ekanimiz yetyapti. Mana Hamzon 6,5 ming so'm bular chiqayotgan narxi 7800 so'mgacha qilib beramiz. Buni 6750 so'mgacha ko'proq olgan ob'yomga qilib beramiz. Demak, mana patolochli rekalamiz bor. Bu ham chiqdi endi. 4,2 deyiladi, 3,8,2 lik to'la razmer. 3,8 bo'ladi. Bular hozirgi kunda pastga 3700 so'm qilib beryapmiz. Mana bunisi bor, Mahmudjon mana 7,2 lik. Bu 4 metrligi. Buni hozirgi kunda chiqayotgan narxini 6000 so'm qilib beryapmiz. Ko'proq olsa 5900 so'mgacha tushib beryapmiz. 5900 so'm. Endi hali bizda ko'rayotgan achalarimiz noto'g'ri o'ylashi mumkin. 100 so'm 50 so'm aqabaqa hali ozgina deb o'ylashi mumkin, lekin o'zi sotilayotgan narx bilan tushib berilayotgan narx ham juda katta tafovut basda. Mana shuni hisobga. Bunisi 45 ga 21 lik deyiladi. To'liq razmer 43 ga 2,1 bo'ladi. Buni hozirgi kunda sotayotgan narximiz 3900 so'm qilib beramiz patchaga. Qatga ishlatiladi. Gipsayardonga ishlaydigan narsamiz. Hisobini gipsayardonga ham ishlatsa bo'laveradi. Patologiyaga osmagan. Mana shu ikkovsi bir xil. Mana bu gipsayardonga kichkinalik qiladi. 3,8 ligi. Mana bunisi aytaveradi gipsayardonga patologiya aytaveradigan materialimiz. Mana bunisi 47 ga 2 lik. Bu 4,7 ga 2 lik. Buni hozirgi kunda chiqayotgan narxini 4000 so'm qilib beramiz. 4000 so'm. Boltaxtalarimiz bor 2,5 ga 10 likdan chiqqani. Xo'p, buni hozirgi kunda chiqib sotilayotgan narxlari xo'p, so'm miqdorida 50 ming so'mdan chiqadi Mahmudjon. 50 ming so'm qilib beryapmiz. Keyin 35 ga 45 4 metrli rekamiz bor mana. 35 ga 45, 35 eni 45 yonmachasi uzunligi hali qalinligiga hisoblanadi. Xo'p, bular hozirgi kunda chiqayotgan narxi patchaga 6,5 ming so'm. Ko'proq olinsa, biz yaxshi ko'p eshitib olishsin, bir qator yana aytaveramiz. Ko'proq olinsa 6300 so'mdan qilib beramiz. 6300 so'mdan qilib beramiz. Keyin mana poltaxtamiz bitta ko'rsataylik Mahmudjon. Bu poltaxtamiz 14 ga 2 lik bo'ladi, 1,8 ga 14 bo'ladi. To'liq razmer 1,8 ga 13,8 bo'ladi. Tishdan keyin qolgani qalini 1,9, tishdan keyin qolgani 12,8 qoladi. Bular hozirgi kunda berayotgan narximiz 51 ming so'm qilib beryapmiz. 51 ming so'm. Bozorga aytilishi har xil aytiladi. Oxirgi sotayotgan narxlarimiz 51 ming so'm bo'lyapti. Xudo xolasa. Kimda kimga zarurat bo'ladigan bo'lsa, ekran pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Ekranga qo'yilayotgan nomerlarda Telegram, WhatsApp hammasi bor. Aloqaga chiqsa akamiz o'zlari oladilar. Iloji boricha narx-navodni bir qator aytib, internetdan chiqayotganlarga aytib o'tib ketaylik. Internetdan chiqyapmiz, YouTube'dan ko'ruvdik yo Instagramdan ko'ruvdik deb aytsa, ashunga qarab narxni iloji boricha yana chegirma asosida qilib beraveradilar. Yengillashtirib beriladi. Xudo xolasa aka, vaqtingizni oldim, vaqtingizga rozi bo'ling. Sog' bo'ling.